Uzun yillik tekshirish orqali e'lon qilingan eng yangi doklad baliqchilik kasbida keng ko'lamli Uyg'ur majburiy emgakining mavjud ekanligini oshkorladi. Tapovatsiz axborot organi Qonunsiz okean projekti 4 yillik tekshirish orqali Xitoy rejimining kontrolligidagi baliqchilik kasbida Uyg'ur majburiy emgakining keng ko'lamli mavjud ekanligini oshkorlagan. Bu tekshirish dokladining mazmuni Xitoyning Yiroq okeandagi dengiz okean baliqchilik flotidan majburiy tutib turilgan kishilarga markazlashgan bo'lib, Xitoy bu paraxod atritidagi ishchilarni qo'rqinchli sharoitda bir necha oy dengizda tutib turdi ekan. Bu jarayonda ishchilar yo'liqqan ajalli xatarga misal qaraldi ekan. Mazkur tadqiqot dokladida ko'rsatilishicha, Xitoy o'lkalardagi dengiz mahsulotlarini pishiqlab ishlash o'rinlarida Uyg'urlar majburiy emgakka keng ko'lamda o'rinlashtirilgan. Doklad yana Xitoyning baliqchilik sohasida majburiy emgakdan foydalanayotganligini, Xitoyning dengiz mahsulotlarini pishiqlab ishlash sanoatida majburiy emgak tayinlanganligini, bu o'rinlarda pishiqlangan dengiz mahsulotlarining ko'plagan davlatlarga eksport qilinadiganligi oshkorlangan. Xitoy kommunist hokimiyati ishg'oliyatdan buyon Sharq Turkistonning har turli boyliqlarini Xitoy o'lkalariga bulang-talang qilishni uzluksiz davomlashtirib kelgan bo'lib, qazish, ishlab chiqarish va to'shish usullarining taraqqiy qilishiga ergishib, talon-taroj qilishning shakli va ko'lami yildan-yilga oshmoqda. Tangritog' to'rining 11-oktyabrdagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy energiya guruhining atalmish Xinjiang shirkati Sharq Turkistondan qazilgan ko'mirlarni yillardagidek bulang-talang qilganidek, bu yilmi Sichuan, Shanxay, Gansu, Ningxia, Chongqing, Hubei, Hunan qatorliq 14 Xitoy o'lkasiga to'shgan bo'lib, miqdori 10 million 40 ming tonnaga yetgan. Falastin, Misr va Iordaniya Isroilning G'azadagi doktorxona hujum qilishidan keyin Amerika prezidenti Jo Bayden bilan bo'lgan uchrashishni amaldan qoldirdi. Isroil armiyasi tunigan kechda G'azadagi bir doktorxonani bombardimon qildi. G'azza Sahiyya ministrligi havo hujumida kam deganda 500 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Baydenning Tel Avivda Isroil bosh ministri Benyamin Netanyahu bilan ko'rishgandan keyin Iordaniyaga berib, Iordaniya podshohi Abdullah, Misr prezidenti Abdul Fatah al-Sisi va Falastin prezidenti Mahmud Abbas bilan ko'rishadiganligi planlangan edi. Nurg'un Xitoy boylarining Xitoydagi yer osti bankalar orqali barliq mol-mulklarni chet elga jiddiy yo'tkashga boshlaganligi bildirilmoqda. Amerika ovozining 15-oktyabr xabar qilishicha, yaqinqi yillardan buyon Xitoy doiralari alohida kasblarga zarba bergandan boshqa, Xitoy iqtisodiyotidagi muqimsizlik kuchaygan. Bu xil ahvol Xitoy boylari hatto o'tiral boylarni gangirtib qo'ygan. Natijada texnik ko'p boylar Xitoy kommunist rejimining tashqi pervod kontrolligidan aylanib o'tib, yer osti yo'llari orqali mol-mulklarni chet elga yo'tkashni tanlagan. Xitoy prezidenti Xi Jinpingning Beijingda o'tkazilgan 3-navbatlik bir balvoq bir yo'l munbiri uchun davlatiga ziyoratga kelgan Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev bilan ko'rishgan. To'qayev Qozog'iston-Xitoy strategik munosabatining harakatchan taraqqiyotiga diqqat qilib, ikki davlat o'rtasidagi o'zaro savdoning davomli oshayotganligini ta'kidlagan. To'qayev ikki davlatning jami 21 milliard dollar qimmatidagi 52 birlashma mablag'ni yo'lga qo'yganligini bayon qilgan va 2024-yilning Xitoyda Qozog'istonning sayohat yili deb e'lon qilinganligidan rozi ekanligini bildirgan. Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabat natijasida qarzga petib qolgan Sri Lanka yaqinda ko'payayotgan qarz krizisi sababidan Xitoy bilan yana bir qarz kelishimi tuzishga majbur bo'ldi. Sri Lanka Moliya ministrligining 10-oyning 12-kunidagi bayonotiga qaraganda, Sri Lanka Xitoy Eksport-import bankasi bilan davlatning kunsari eshayotgan qarzining taxminan 4 milliard 200 million dollar mablag'ini boshqarish to'g'risida kelishim imzolagan.